Yo, hayot o'zi oddiy yengil narsada. Biz o'zimiz uni qiynashtirib yuboramiz-da, sifrlar bilan, raqamlar bilan, там внутренний огонь, там какой-то psixologlarning gap bilan, haligi внутренний там или снаружный огонь погон qilib yotamiz-da, вообще. Duh biznesmenga nima uchun kerak? Duh biz uchun birinchidan qo'rqmash kerak. Hayot berildimi, o'sha oladigan payt oladi, Xudoy taolo. Bir ikkinchi mana bunaqa ugroza bo'lgan paytda spokойно aniq qilib o'tkazib yuborish kerak. Gaplashganda duh bo'lish kerak-da. Duh bilan gaplashsa odam uverенность his qiladi o'ziga. Ishi eshitadigan odam his qiladi bu narsani. Agar hozir men bunday qilib, ana hozir men bunday qildim, bunaqa desam, bu yerda bezduh bo'ladi-da. Bodur gapirish kerak-da, duh bilan gapirish kerak-da. Где я suhbat qilgan paytda остальные молчат. Почему? Потому что с духом gapiraman-da, suhbat qilaman. Поэтому duh kerak.